Yolcusu ayak bakmadım, Şakirini men kişiler tanıdım mığız. Teşnalı kıyınıgan şu demde meni, ne derya hatta ki huri didini. Teşnalı kıyınıgan şu demde meni, ne derya hatta ki huri didini. Hey hey, hey hey, hey hey. Görüştün ötçe birimiz canlı, lütfla untimiz hatta cananlı. Turmuşnun bisimi kıynap her vakit, ayrılmaz bop kaldık yakşı yamanlı. Turmuşnun bisimi kıynap her vakit, ayrılmaz bop kaldık yakşı yamanlı. Hey hey, hey hey, hey hey. Көрüvatqanыңla Şinjan Abide Kaspi Payçeklik şirketi tacıdarlıqdaki köp kısımlıq tor televiziya teatri Niqab. Bu yılqı mukofot soni texmi ko'p. 1 yuanga 1 bodulka. Mukofotlik eg'izni faqat 1 yuan bilanla 1 bodulka Abida yalpuz limonga almashtira olasiz. Abida yalpuz limon ichimligi. Filmimizni Şinjan Valley Elektron Texnikasi cheklik şirketi alayda qo'llagan. Filmimizning e'lon o'rniga davomli sodiga chaqiramiz. Aloqalashish telefon nomeri Ündidar 176 932 310. Biletni tashlab oldinglar. Ma biletni ilib biz bir ko'rib baqila, ha? İkkide 8 oldu. Şevket'nin 8, Hayrat'ın 2. Ha, köpçülük. Mana aldыңlar. Natija 8'de 2. Şevket'nin 8, Hayrat'ın 2. Şevket, mübarek olsun. Ben lider, bunun için bir oyun var mı ya? Tek tünü yıllan 5'te 5 çıkan bilet yani bir keç ötüp lan. Hem de 8'de çıkıp kaptım o yüzden bir sürüş çıkıp ben sana alıp diken. Şevket, senin gayret ile yakın ağın ikenligini şirketdeki hemmimiz bilmez. Sen bu ağındaçılıkını bu saylamga qetyapsan bulmaydı. Onun üstüge lider, biz muşu bilet taşırkı nazaret kılıvasak, yani bizge işenmemsen sen? Yok bu sizlerge işlenmeyenlik emez. Lekin bu işler bunda alıp geçse.
Şevket, ben sana düşündüreyim. Yo'qol. Yo'qol. Ya bu bir uqishmaslik. Hadi yo'qol. Ya bana bir suikast qilibdi. Ma. Şevket, bo'ldi, o'zingizni besinglar. Saylanma neticesi boyunca Şevket bölüm başlıklığı saylandı. Oldu. Çıkıp şanlarını kılınlar. Bu saylam o'tkazimizda nima ishlar olib ketdi deyman. Ishongan tog'da keyi ketmabdi deb ma bolalarning qilgan ishini. Ha? Bana çok bir sıkas kıldı. İşkalanın bu işini teşrif etsinler ümit kılma. Qas qildi. Hey, seni kim qaslaydi? Ha? Bütün dalil isbotli tursa qasildi deb. Bu işte birisi aldan planlap koymuşsa o resimler nereden payda olup kaldı? Çokum birisi hemen planlap koygayış. Ashta bo'ldimi? Deyloq. Sanga Shavkat uyda nim bor deyman. Şavket bana barmak teskine öyümge apırıp edigen. Ben şunu bağın. Bu işte birisi çokum oyun oynadı da. O Şavket işkelerin aramızda sokakçılık sanmakçı. İşkelerin bana yardım kılıp bu işten aynen ekranı teşrif etsinler ümit kılma. Bu ish shirkatdagilar cho'ng ta'sir ko'rsatishi mumkin. To'g'ri. Biz vaqtida hal qilishimiz kerak. Bo'ldi. Bunda qilaylik. Biz bugun kechda Shavkatning uyiga boraylik. Ishta qilaylik. Mana sen chiqib ishingni qila. Rahmet sizlerge. Ray, işten çıktınız mı? Bugün kilememsiz. Bugün degan bizden... Shavkat, men sizga 100 kelolmaydigan ish qanday ish qilmadim. U kuni ish qilib tushganligim rost. Hey, mush yolg'on yo'ldoq gaplarga men ishlamdan. Men yolg'on so'zlamadim, bana ishini. Men sizga tushundiray bo'lamdi. Nimani tushundirsa? Ha? Nimani tushundirsa? Acaba shu rasm yolg'onmi? Ha? U bir uqishmaslik. Tushunmaslik? Shavkat, qizimizning yuzini o'simi qilib o'tinib qolay. O'tinib qolaysiz. Men sekretarni ila hozirlam kuzimni yo'qla. Mening bu uydan boshqa boradigan yerim yo'q. Dadasi, o'tinay. Boradigan yerim yo'q. G'ayratnikiga borasa? Bu nima deganingiz? Kütley desen yaşırıp su bulay toprak bulay Yayray desen şatlanıp güç bulay kuvvet bulay Argınında beni oyla 2, 3, 4 Ben sana hemra bulay Ah
Abidədə birni tolla şu haman peyda bulay. Abide vitaminli kuvvet içimligi. Kulüp ekildi. Merhamet. Süpetlik turmuş, zamanıvilikning namoyandisi, ziyrak ahli iqtidorli klub. Yaxshi bo'l. Qanaqa? Sen indep geldin. Gözlerini set kırmaya yuqalgın ama ay. Shavkat, qiziqqonlik qilma. O'ltirib deyshayli. O'tirib. Qani, sizmi keling. Yaxshi. Ağa şu oturmalar mısın? Ha, Aliye singlim. Siz mi o'tiraman bu yerda? Biz oldingi kun ish to'g'riliq kelgan to'q. G'ayrat, Shavkat, ishqinglarning burundan tortib yaqin og'ini ishkanliginglarni men bilaman. Hozir mana o'tiringlarda bir muncha ishlar yuzadi. Men qonunni bir taraf qiladigan odam emas. Men sizlarning boshliqinglar bo'lish sifati bilan bu ishni chiroyli hal qilib keldik. Men bu ishdan tezroq qilib ketishni umid qilaman. Shavkat, oldin kuni qizingni ma'lum sana telefon qilib, qizingni doktorga akirib qo'ydi degani rasmi? Rost shunda oldi. Siz hozir qizingni ma'lumot telefon qila. Men bir so'zcha. Bo'ladi. Voy, yaxshimisiz? Ben yaxshimsiz. Ha, yaxshi. Men Shavkatning boshlig'i bo'laman. Ha, nemish batdi? Oldin kuni Shavkatning qizi doktorga kirib qolganmidi? Oldingi kuni tantana darsida Shavkatning qizi shakila mijozi yo'q doktorxonaga kirib qolgandi. Ha, rahmat sizga. Ha, mana gaplar aniq bo'ldi-ku. Shavkat, sen oldin kuni G'ayratga barmoq deskini ayolimga olib deganing rostmi? Rost. Shu kuni shirkatda G'ayratdan boshqa odam yo'qmi-da? Yo'qdi. G'ayratla ishkimizla batdiq. Uning ustiga bak jiddichilik ko'p ketgachga men G'ayratga bak ishinib ketibdiman. Aliye. Undaqda O günü mening mijozim yo'qdi. G'ayratdan bolaning xabarini anglab, Mijozingizning yo'qligini Shavkatning xabari yo'q ekanda. Shavkatning xabari bor. O günü mijozimning yo'qligini biladi. Etigen mijozing yo'q. Qopab nashliq tayyorlading. Yana u yoqdan bu yoqqa, bu yoqdan u yoqqa menib tushuding, shundami? Shundaq. Shakilaning maktabga xo'shalik o'rab berish uchun, sizning ko'nglingizni to'q, ishlaringizning natijali bo'lishi uchun u yoqdan bu yoqqa yurib nashliq tayyorladim. Acaba bu qilganim xatomi? Bu mening ayollik majburiyatim emasmi? To'xta. Amsa hajab bir g'ayratga kelganda mening ayolim ekanligini unutib qolsa ya? Shavkat. Aliye senin ayağın ekanligini unutib qoldimi yo sen uning eri ekanligini unutib qoldingmi? Shuni ishking numussizlik qilish orqali meni savitib qo'ymoqchi, shundami? Hay, qiziqarli qilmanglar. Mashina chiroyli hal qilyapmiz-ku.
Aliye. Siz o barmak diskini shuncha jiddiy ishlatmoqchimidingiz? Shavkat barmoq diskida tarjima qildigan hujjat bor. Men sana olib beray. Men ishdan tushguncha tayyorlab qo'ygan. Men jiddiy ishlatmoqchidim degandi. Shavkat. Siz onunla telefon qilganda, o o'zining mijozining yo'qligini, hujjatlarni tarjima qilishga maqdurining yetmaydiganligini demaganmi? Yo'q, demagan. Undaqda ayolingiz sizga izchil ko'ngil berishidan aksicha sizning uning ko'ngil bilmasligingizdan chiqqan uqishmaslikkan bu. Uqishmaslik? Lider. Siz mushunchivalar cho'ng ishni uqishmaslik demoqchimi? Bo'ldi. O'zing bisib ol. Ayolingning kasaljonligi esingda bordi? Bilaman. Uning yuragi qon yetishmasligi kasali bor. Men mijiq davolatdim. Butun bisotimdan ayrildim. Lekin yaxshi bo'lmadi. Buning xizmati olmag'achqa men olgan ozg'in maoshlanmish uyni beqiyotman. Aliya, siz g'ayratdan qizingizning doktorxonada ishganligini anglab, bu gapga barashlik berama, aylanib ketdingiz. Shundoq. O kuni ben qo'rqib ketgachga aylanib tushibdiman. Shuning bilan g'ayrat meni ko'tirib hujra uyimga kirib qo'yibdi shu. Mana, mushunchalik ishkan-ku. Sen bu ikkisini xato tushunganlikdan bo'lgan ishkan mana. Shu emasmi? Men u vaqt jiddiyleşib ketgach, nima ish qilishimni bilmay shu ko'tirib akirib qo'ydi. Endi ish bu darajaga borganda, men ishking tilingni bir qilishib, men ta'sirli qilib hikoya to'qishib berishatamsan? Ha? Qanday qildimiz? Ha? Ya sen yana nima demoqchi ya? Hey! Bir er kishining bir ayol kishini ko'tirib hujra uyiga elib kirishi, shu er kishining yomon niyatini derekanda, ha? Shavkat. Bu bir xato tushunish. Xato tushunish. Xato tushunishdan lider. Mening o'rnimda siz bo'lgan bo'lsangiz qanday qildingiz, ha? Men qarang. Hey. Liderga mushtaka qilamsan. Ma'qul. Mening oilangni buzg'im bor. Shu ishlar yuz berdi bo'ldimi? Qaranglar. Bundaq paranglashsaq, masala bo'lmaydigandek turdi. Biz chiqayli. Sizlar eng yaxshisi o'zinglarni tutib olib, bu ishga sovuqqonlik bilan muomala qilasizlar. Shavkat, men sana deb qo'yay. Mening bo'lim boshliqlikdan faqat olmayim yo'q. Lekin mushundaq yaxshi xotiningning ko'zidan hargiz yosh chiqarma. Oldu. İçingizni pushamang. Bizmi qo'limizdan kelishcha qildik. Qani, qarab baqayli, ha? Qarab turib mushundaq uvolchilik qilam deb. Voy, bu sizmi qiziqkansiz? Berdigan narsani berib qachchida qaytmay. Ya uning ayoli hushidan ketmasa qanday qilaman? Hey, xalqning ayoli hushidan ketsa doktorxonaga olmay, hujraga kiramda. Qiziq bir bola ekan bu. Mana. Ya Asta. Oy, ayakta o'tiraman, ayakta üşüdüm ketmay to'la. Nimrasi ma u? Nimrasi? Nimrasim davatimi? Şu nimrasi? Saylamdagi rasm nimrasim davatimi? Voy ha, o G'ayratning Shavkatning ayoliga po'g'irlik qarasimi. Senda nima ish qildi? Xalqning rasmi senda nima ish qildi? Şu menda nima ish qildiganda shu menda nima ish qildi shu men. Ey to'la nirvamga tegmay rostga qil. Nima ish qildi? Senda nima ish qildi? Xalqning rasmi davatimi? Menda. Men dunyo dangli fotograf bo'lgan ekan, dunyo dangli. Nima avaskar bo'lgan ekan shuningga men bir kun shundan shu mundaq bir vazilan tatbiq aydab shundan qarab tursam shu G'ayrat Shavkatning kirib ketganda qildi shu nima ish bo'lganda uyg'otib qarab aydamda qarsa tatib qoldi. Nima chattiqqan xalqning ishi bilan nima ish orlisa deyman. Shu chattig'im yo'qdi, lekin bu degan bir odil bo'lish kerak-da bunda ish degan shundan hamma shirkat butun xodimlar da'vatdim.
Şuna nait adil oldu bu iş. Ay senin odluğa gelir ama şirketkilerin aldı maşinçilik yüzümünü koymadan ey adam emez işek ma sen. Vay amdı sen bu yüzüm düştü de. Vay bu bunundaki işlerimiz yaxşı öptü de xotan sen bu yüzün kötürüldü tıkı. Ay man nimanda kılıdı.